alaykum hurmatli kuzatuvchilar. 4-dekabr san'at shahran tabriklar janoz. Navbatdagi manzilga fayzli xonadonga tashrif buyurganmiz. Onajonlarning tavallud ayyomlarida xursand qilib ko'ngillarini ko'taramiz. Bugun o'zlarining tug'ilgan kunlarini, shukrona kunlarini nishonlayaptilar. Rohila onajonimizning tavallud ayyomlari bilan qolaversa, ajoyib surpriz bilan tabriklab xursand qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Juda ham ajoyib esda qolarli tabrik bo'ladi albatta. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Avvalambor uzr so'raymiz, beshiklaringiz ochilgan ruxsat so'ramasdan kirib kelayotgan. Mehmon qabul qilasizlarmi? Rahmat. Barchangizga yaxshi kayfiyat, yoqimli ishlama tilagan holda ushbu fayzli xonadonga tashrifimizning asl sababi bugun o'zlarining tug'ilgan kunlarini, shukrona kunlarini nishonlayaptilar. Yaqinlarining davrasida farzandlarning mehribon daryo onajonasi, nabiralarning sevimli buvijonisi Rohila onajonimiz kerak edilar. Siz bo'lasiz, adashmasak. Marhamat, yo'llarga o'tib oling. Joyli qarsaklarni chaqib qo'yamiz. Bitta kalonka ichkari olib kirsinlar. Assalomu alaykum. Onajon, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Xursandchilik kunlaringizga ko'z tegmasin. Gul yuzingizdan tabassum arimasin. Yaratgan Alloh taolo umringizga, rizqingizga baraka ato etsin. Xastalik, g'am, qayg'u, tashvish, alam hayot yo'llaringizga hech qachon soya solmasin. Biz sizni ushbu kunda farzandlaringiz nomlaridan tabriklash uchun tashrif buyurganmiz, lekin yaqinlaringiz orasida yana bir inson ko'rmayapti, umr yo'ldoshingiz. Mana shunday shukrona kunlarga yetishning sababchisi, asoschisi Mansur akamiz. Marhamat, yordam atrofini marhamat. Biz farzandlaringiz bilan bir necha kun ilgari bog'langanimizda men Muhammad akamdan, Malik akamdan, musofir yurtdagi o'g'lingiz Mirshod akamdan so'radimda, onajoningizni ta'riflab bering, qanday so'zlar bilan tabriklashimizni xohlaysiz deya. Shunda birinchi bo'lib Mirshod akam telefon qildilarda. Musofir yurtlarida yuribman, atrofimda juda ham yaxshi insonlar ko'p, lekin atrofimda qancha ham yaxshi insonlar ko'p bo'lmasin, onajonimdek mehribon, daryo, mehriga hech da'vo etmagan insonni topa olmas ekanman. Musofir yurtlarga qadam qo'yar ekanman, ortimga nazar solar ekanman. Birinchi bo'lib sog'ingan insonim onajonim bilan otajonim bo'ldilar. Sog'inch salomlarimni yetkazib qo'ying dedilar. Muhim akam, Malik akam aytdilarki, bizni dadajonimiz bilan onajonimizni ta'riflashga so'z ojizlik qiladi. Kimlar uchundir oddiy inson, oddiy odam bo'lishlari mumkin, lekin biz uchun poyi jannatimiz, qiblagohimiz, uyimizning fayzi farishtasi, boshimizdagi davlat tojimiz otajonimiz bilan onajonimiz bo'ladilar. Tunda oyimiz, kunduz quyoshimiz, qishda bahorimiz, yo'limiz yorituvchi shamchirog'imiz dadajonimiz bilan onajonimiz bo'ladilar. Dadajonimiz, onajonimiz bor ekanlarki, har bir kunimiz xursandchilikka, shodlikka, baxtga to'lib o'tmoqda. Baxtimizning asoschisi, baxtimizning sababchisi dadajonimiz bilan onajonimiz bo'ladilar. Avvalambor rahmatimizni aytib qo'ying, tomirimizda oqib turgan qon uchun, vujudimizda urib turgan qalb uchun. Borlig'imizni asoschilari baxtimizga doimo sog' bo'lsinlar. Biz farzandlarni dunyoga keltirib, to'g'ri tarbiya berib, yemasdan yedirib, kiymasdan kiydirib, hech kimdan kam qilmasdan, hech narsaga zo'r qilmasdan, hayotda o'z o'rnimizni, o'z obro'yimizni topishimiz uchun butun umrlarini, yoshliklarini, mehnatlarini qurbon qilib, to'g'ri tarbiya berib ulg'aytirdilar. Dunyo turguncha tursinlar. Agar jannat ko'kda bo'lsa, ostida onajonimiz, agar jannat yerda bo'lsa, ustida onajonimiz, agar jannat bitta bo'lsa, bu yorug' dunyodagi ko'zimiz ochib ko'rgan jannatimiz onajonimiz bo'ladilar deya ta'rifladilar. Bir necha soniyaga bo'lsa-da xursand qilsak, ko'ngillarni ko'tarsak, duolarni olsak, bizdan baxtliroq, bizdan xursandroq inson topilmaydi. Muhammad akam aytdilarki, 30 yillik qalbimda orzu bor. Qalbimni tubiga tugib qo'yganman. Har kecha, har kunduz shu orzuyimni amalga oshirish uchun harakat qildim, mehnat qilib keldim. Allohga shukrlar aytaman. Bugun mana shunday kun yetib keldilar. Qanaqa orzu bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz? Avvalambor hammalaringizga assalomu alaykum. Mana xush kelibsizlar. Shunday kunda, shunday sharoit yaratgani uchun farzandlarimizdan men minnatdorman. Ilohim topganlari oltin bersin, ishlarga xilomat bersin. Ana yaxshi kunlar bo'lsin. Yaxshi kunlar kelinglar, hammalaringizga xizmat qilinglar. Masalan, mana shunday Allohning yo'lida, Alloh bilan panohida asrasin, doim ishiga omadini bersin.
Rahmat, farzandlaringiz boshlarida buvoy otajonlari bo'lib turing. Ularning ishongan bog'i, suyangan tog'i boshlarida osmon bo'ling. Albatta, qanaqa orzu ekanligini aytmadingiz, endi men o'zim aytaman-da. Sizlar uchun ajoyib bir sovg'a tayyorlab qo'yganlar. Islom dinining sunnat amaldan bo'lgan umra safariga yo'llamanman. Topgaysan ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovda bu koshonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovda bu koshonang topilmaydi. Molu davlatni topgaysan ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Molu davlatni topgaysan ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Hayal qilsang kutib ostonani teshgay ular ko'zi. Ular ketganda bu yangliq zor ostonang topilmaydi. Hayal qilsang kutib ostonani teshgay ular ko'zi. Ular ketganda bu yangliq zor ostonang topilmaydi. Unutma avvalo ota onang holini so'rmoqni. Juda bo'lgach o'zing oqlashga bahonang topilmaydi. Molu davlatni topgaysan ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Molu davlatni topgaysan ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Molu davlatni topgaysan ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil to'rida
qarsaklarni chalib qo'yamiz. Yaqinlarga biroz qarsaklarni. Albatta sovg'alaringiz muborak bo'lsin. Sizlar bundan-da ko'prog'iga, bundan-da yuksakroqga loyiqsiz. Aslida ham farzand dunyoga keltirar ekan inson ezgu niyatda halol mehnat ila farzand ulg'aytirar ekan. Umri mehnati evaziga farzandlardan ozgina e'tibor va mehr muhabbat kutadi xolos. Bugun mana shu farzandlaringiz qalblaridagi mehr muhabbatlarni qaysidir ma'noda izhor qila olgan bo'lsalar, bir necha soniyaga bo'lsa-da xursand qilib ulgurgan bo'lsalar, albatta o'zlarining niyatlariga yetishdi. Bugun ulardan baxtliroq, ulardan xursandroq inson yo'q. Ota-ona deb yig'lamagan yurak emas. Ota-onamsiz kirsam, hatto jannat kerak emas. Ko'z yosh to'kar mening qilgan nolam uchun, o'zi yemay deydi faqat bolam uchun. Men berayin savobimni ular uchun, jannatlardan o'zga tilak emas. Ota-onamsiz kirsam, hatto jannat kerak emas. Makka yu Madinaga o'zim olib boray, yuragimga Alloh nomin solib boray. Otajonimning ham, onajonimning ham duosin olay. Oy yulduzsiz falak emas, ota-onamsiz kirsam, hatto jannat kerak emas deya, bugun o'zlarining mana shu dil so'zlarini ayta olmagan so'zlarni, qalblarining tubidagi so'zlarni qolaversa, 30 yillik orzularini amalga oshirishni niyat qilib qo'yganlar. Choyli qarsaklarni chalib qo'yamiz, biroz qarsaklarni aytamiz. Ko'rib-ko'ramizki, ushbu kunda eng yaqin insonlaringiz xursandchilik kuningizga sherik bo'lib turibdilar. Nafaqat sherik bo'lish qolaversa, o'zlarining tabrik so'zlarini, tilaklarini yo'llashni niyat qilib kelgan yaqinlardan marhamat, tabrik so'zlarini, tilaklarini tinglaymiz, marhamat. Düşmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim, yashnadim hech sunmadim. Do'stlarim, mana bugun farzandim kelincham tug'ilgan kun ekan. Mana bu 100 yoshga kirsin, bachalarini hozirni ko'rsin. Hamma vaqt bilan dasturxon ana shunday to'ylatib so'chim betsin. Bacham qaytib kasal bo'lmasin. Ana shundan davrasiga ana shunday yaxshi kunga o'tirishni Xudo uchun hammaga muyassar etsin. Mana bularni huzur halovat ko'rib yurgan. Mana bugun Muhriddinjon, Malikjon, Mirshodjon niyat qilgan ekan bular umra safariga. Rahmat bachalarim. Topganlaringiz yaxshi kunlar kelsin. Sizlarga mana shunday yaxshi kunlarni Xudo jonim muyassar etsin. Bachalarim sog' salomat bo'lsin. O'zim ayniqsa hammalaringizdan xushgina keliblar, xush ko'rdik hammalaringizni. Ingiz boshlarida duogo'y onajonlari bo'lib turing. Ularning ishongan bog'i, suyangan tog'i boshlarida osmon bo'ling. Albatta marhamat, tabrik so'zlarini, tilaklarini tinglaymiz yaqinlardan marhamat. Assalomu alaykum, ko'rmagan aziz mehmonlar, hammalar xush kelibsizlar. Bugun Rohlaqajonni xonadonlariga katta tantana, shukrona kun. Farzandlarini ilo ardog'ida bo'lsinlar. Akam bilan qo'shib bir ayol bilan bo'lsinlar. Men o'ylayman, har bir ota-onaning faxri ana shunday farzandlar. Ana shunday farzandlarni bergan Allohga behisob hamd sanolar bo'lsin, Rahlatjon yuzga kiringlar. Ilohim, bizdan ham ziyod bo'ling, bizdan ham ulug' bo'ling. Ana shu farzandlarni shunday Xudoyim taolo sizlarga berganiga shukr. Ana shunday farzand ne'matidan bugun ana Xudo xohlasa Allohning baytiga borib, Ka'batullohni ziyorat qilish, payg'ambarimizni ravzalariga bosh qo'yib kelishni va duolar qilishni Alloh nasib etibdi. Ilohim mana shu farzandlarga ham kelajakda farzandlaridan qaytsin ilohim. Mana bugun bu shukronada sixon ustida o'tirimiz, yedik, ichdik, kamaytirdik. Xudo ko'paytirib bersin. Farzandlarning martabasi bundan ham ziyoda bo'lsin. Bular yuzga kirganda farzandlar atroflarida xuddi ana shunday katta hajni, ana shunday nimalarni, biletlarni olib berishni Xudo nasib qilsin. Sizlarga ham farzandlardan qaytsin ukajon, rahmat, sizlarga xursand bo'ldim shunday ota-onaga farzandni Xudo taqdir qilganiga. Hammamizga mana shunday farzandlarni taqdir qilsin. Farzandlarning baxti kamolini ko'rib yurish baxtini Robbim hammamizga nasib ro'z aylasin. Muborak bo'lsin, yuzga kiring ilohim.
onalarim, hammalaringizni hamda shukrona kunga hammalaringizni tabriklayman. Qatorda Rohila binomi Mansurjon bilan uzoq umr ana umralarga borishni Xudojonim taqdir qilib bachalarga shunday nimalarga martabalarga eshittirganim uchun katta rahmat, minnatdorman. Jiyanlarimdan hammasidan doim sog' salomat bo'linglar. Faqat yaxshi kunlarni, yaxshi kunlarni kutsin. Mayli, rahmat. Baxtimga sog' bo'ling doim, onaginam. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun tavallud topgan kunlar ekan, shukrona kunlari muborak bo'lsin. Ilohim bunaqa shukrona kunlarni ko'pini ko'rib, 100 yoshga kirib, undan-da oshib, ana shunday farzand, nabira, abiralarni boshiga sog' bo'lib, endi umra safarlarga sog' salomat borib kelib, ilohim Alloh dargohiga bu safarlaringizni qabul qilsin. Ilohim davralarni to'rda o'tirib, duolarga qo'l ochib, nabiralar faqat baxtini kamol ko'rish Alloh nasib qilsin. Sog' salomat bo'linglar. Mana Mansur aka bilan qo'shilib 100 yoshga kiring. Mana ustoz aytganlarda ilohi katta hashlarga borishlar Alloh nasib qilsin. Bizga ham nasib qilsin, Xudo xolasa. Ilohim barchalaringizga mana shunday yaxshi kunlarni Alloh taqdir qilsin. Duonajon, undan ham yaxshi kunlar Alloh senga nasib qilsin. Senga baxtdan taxtilayman, tolidan boshingga toj. Husn umidingga omonlik, toj taxtingga rivoj. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Onaginam, kunlar didor alla aytgan tillaringiz, sochim silab erkalagan. Rahmat, tashakkur bildiramiz. Xursandchilik kunlari, shukrona kunlari yana bir bor muborak bo'lsin. Aslida bugun farzandlaringiz sizlarni xursand qilishga urinishlari tubida ham asosida yoshlikda farzandlarga berilgan mehr-muhabbat, farzandlarga berilgan to'g'ri tarbiya va albatta farzandlarga bag'ishlangan umr yotadi. Doimo mana shunday farzandlar hurmatida, farzandlar e'tiborida bo'ling ilohim. Inson 90 yoshga kiradimi, 100 yoshga kiradimi farqi yo'q. Ota bor, ona bor hayotda yashash boshqacha. Albatta otajonlarimizni, onajonlarimizni mehri quyoshning zarrin nurlaridan-da yorqinroq, issiqroq bo'ladi albatta. Bizning niyatimiz, bizning tilagimiz yoshingizga yosh qo'shilsa ham keksalikka ko'nmang, xasta bo'lmang. Farzandlaringiz baxtiga doimo sog' va salomat bo'ling ilohim. Tavallud ayyomingiz, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Tabriklaymiz.